Senlar Rasulullohga arz qilaman. Payg'ambarning atrofida sahobalar to'planayotgan paytida bu kishi kirib keladi. Ya Rasululloh, shikoyatim bor sizga, o'g'illarimdan shikoyat qilib keldim deydi. O'z o'g'il farzandlarimdan shikoyatim bor. Nima shikoyatingiz bor? Ey Amr desa, aytadiki, men siz jangga e'lon bergan paytida mana ey Amr fursat keldi Robbingdan. Rasulullohning yonida turishlik sharafiga ega bo'lasan, yelkama-yelka turib, erkaklarcha, rijollarcha jang qilasan deb sovuqlarini kiyib, qilichlarim belbog'ni bog'layapsan, shu to'rtta o'g'lim ro'paromga chiqdi, siz bormaysiz, otajon sizga uzr berilgan, Alloh uzringizni qabul qilgan, chiqmasangiz ham gunoh bo'lmaydi deyishyapti, lekin meni eshitishmayapti. Siz nima deyapsiz ey Amr desa, men esa mana shu cho'loq oyog'im bor-ku, shu cho'loq oyog'im bilan jannatga qadam bosishni Robbimdan so'rab chiqib kelyapman. Deganda payg'ambarimiz to'g'ri aytibdilar. Bolalaringiz 80 yoshiga yetib qolgansiz, bir oyog'ingiz cho'loq, chiqmasangiz ham bo'laveradi deganda, ya Rasululloh, cho'loq oyog'im bilan jannatga qadam bosmoqchiman deganda, inshaalloh jannatga sog'lom oyog'ingiz bilan bosasiz deganda, ayting unda o'g'illarim to'smasin. Meni jannatimdan to'syapti o'zimni o'g'il farzandlarim deydi. Shunda payg'ambarimiz bolalariga qaraydi, otangiz o'z holiga qo'ying, chiqmoqchi bo'lsa chiqsinlar. Amr ibn Jamul